fikr qilgani, na bir dam olgani, huzur qilgani. Demak, bu ish emas musulmon odam uchun. Musulmon odamning ishi, tirikchiligi kundalik hayotini o'tkazishlikni bitta bir asbobi. Hayotini maqsadi emas ish, birodarlar. Ish. Dunyoda birodarlar, g'arbiga qarasangiz ham, sharqiga qarasangiz ham katta bir zavodga o'xshab qolgan bu dunyo. Hech kimning bo'sh vaqti yo'q. Na otasini ziyorat qilgani vaqti bor, siyla rahim qilishlikka bir vaqti bor, na charchagani vaqti bor, na dam olishga vaqti bor. Musulmonlar shunaqa bo'ladimi? Endi qo'y boqqanning insonni fikr qilishlikka imkoniyati bo'ladi. Nimaga keldi dunyoga? Kim u? Agar tog'da qo'y boqib yurib, qabristonda oldidan o'tadigan bo'lsa, qabrlarga o'tirib fikr qiladi. Mana bu boyroq odamning qabri ekan. Bu ham o'libdi. Mana bu yozuvni ham qo'yib qo'ymabdi. Kambag'al ekan. Demak, bu ham o'libdi. Men ham o'laman ertaga. Fikr qilishga fursat bo'ladi.